Assalamualaikum muallim, men ismim Murad, men degan mangu takdilga qatnashman. Men degan ma proyektga bir o'yin yasadim. Mana uning kodisi. Andin mana buning hardwaresi. Bu Redport'ta 7 LED var. LED'den oturdaki 4 LED'lar joystickni qav tarafiga yetkazishni ko'rsatadi. Mundaq yeşil LED paqdisa joystickni to'piga yetkazishimiz kerak. Va sol tarafidagisi paqirgan joystickni qav tarafiga yetkazganligini to'g'ri ya xatoni ko'rsatadi. Andin mana o'ng tarafidagisi high score rangni deydi. Va anod LED'ning anodisini 220 ohm rezistorga connect qildim. Andin o rezistorlardan mana uni karga connect qildim. Andin katodisi maviyaga connect qilgan. Andin mana stringdan GND ga connect qilgan. Joystickga uni 5 dona pinsi bor. Andin o 5 donadan 4sini ishlatdim. GND plus 5V, VRX, and then VRW. And then ko'rsatib boqay. Then upload. And then mana xato qildim chunki bekasda mana andin hozir xatolar 3 qitim. Meni high score'im 3